Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, YouTube chorg'ish qog'ozlari. Bizning navbatdagi bo'g'ozimiz kunlik qolgan. Go'zal. Shu kunlik qoldi xolasa. Ko'chat. 2 ko'rak. Birinchi qoringa, ikkinchi qoringa. Endi ikkinchi qoringa etsak, birinchi qoringa etsam yolg'on bo'lib qolmasin. Nechasigaligini bilaman, lekin lapakka 2 dona tishi bor. Yetuk. Bo'ylari 1.25-1.30 orasida. Korobkasi ham moshniy. Kecha qo'ygan yaqin bo'g'ozlarimiz bor edi bitta 3 ta. Sirazi xaridor bo'ldi, sotdik. Hali yaqin degan shivesimiz o'sha bittasi sotilib tug'ibdi ham kechqurun. Barakasini bersin. Narxlari 29 million kami bor. Kelishtirib manzil Farg'ona viloyati Quva tumani. Mana janob. Mol o'ta go'zal. Bosh ko'ti bir xilda tekis. Ko'chat suvet so'raganlarga. Shaqlari ham go'zal, eti ham go'zal. So'skalari ham chiroyli. Ishtahalo soladi. Javob. Xudo xolasa oldidan solyapti. Ovoz chiqadi. Qiziqqanlar bo'lsa bitta doimgidek tirs like, podpiskani bosib qo'yasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Dastavka narxida kelishish har qanaqasiga bo'ladi. Kuzatishda davom etasizlar. Yangilik to'xtatamiz endi. Xudo xolasa kuniga chiqaramiz yetilganlarni. Yangiliklarimiz bo'ladi.